Assalomu alaykum. Avvalambor aziz ustozlar, Libopa, Malikaxon va mana shu Farg'ona shahar birinchi sonli bolalar va musiqa maktabini ashaddiy san'atsevar bolajonlari, aziz ustozlari. Bugun men mana shu sizni maktabingizda mana shunday ajoyib ko'rgazma o'tkazayotganimdan juda ham baxtliman, juda ham xursandman. Buning uchun mana shu Malikaxonimga alohida tashakkur aytib olishlar qo'yamiz. Rahmat. Dunyoda ustozdan aziz, ustozdan mo'tabar hech kim yo'q. Chunki biz endigina hali bilan yozishni ham bilmagan paytlarimiz ustozlar bizni qo'limizga qalam tutqazib, yozishni, chizishni o'rgatadi, to'g'rimi? Shunday ekan biz har bir ustozimizni qadrlashimiz, ularni xursand qilishimiz, bergan topshiriqlarni a'lo darajada bajarishimiz kerak. Mana men Farg'ona viloyatining 27-mart kuni keldim va mana shu go'zal Farg'onada mana shunday bolajonlarga, ustozlarimizga ko'rgazma o'tkazish maqsadida uzoq Toshkent shahridan keldim. Chunki men Farg'onani juda ham yaxshi ko'raman, sevaman. Farg'ona vodiysi, umuman vodiyimiz gullarga burkangan, zo'r suvlar oqib turadigan ajoyib bir maskan. Va bugun mana shu yerda vodiylarni kezarman Dilxush deb nomlangan vodiy bo'ylab ikkinchi ko'rgazma, birinchi ko'rgazmani xabarlaringiz bo'lsa, Farg'ona viloyati tarix va madaniyati davlat muzeyida ochdik. Istagan paytlaringiz 3-aprelgacha borib tomosha qilishlaringiz mumkin. Bu fotosuratlar hamma uchidan ta'tir, chunki hammasi sig'magani uchun biz mana shunday qarorga keldik. Mana bu faqat 3 kundan beri Malikaxon, mana ustozlarimiz ro'yxatga bilingan tayyorgarliklarni berib kelmoqda. Siz mana shu insonlarni qadriga yetib yurishlaringiz kerak, to'g'rimi bolajonlar? Men Nazira Boymurodova, jurnalist, fotorassam, shoir, tarjimon, bastakor va xonandaman. O'zim she'rlar yozib, qo'shiqlar aytib turaman. Hozir men sizlarga o'zimga yozgan she'rlarimdan birini o'qib bermoqchiman. Rozimisizlar? Unda tinglaymiz. Men navoiy bo'lolmadim, ammo lek boburdek hasratin chekdim. Sendan yiroqlarda bir muddat so'lqinlarga boshimni urdim. Ucholmadim, qanotim kesik, yuragimda bir parcha eksik. Orzularim tug'ilgan beshik. Mendan rozimisan vatanim? Mendan rozimisan vatanim? Chindan rozimisan vatanim? Sening uchun yashagan har onim. Kundan rozimisan vatanim? Bizdan rozimisan vatanim? So'zdan rozimisan vatanim? Quchog'ingda bo'y cho'zgan o'g'il, qizdan rozimisan vatanim? Zulmatlarda chirog'im bo'lding, sarxondagi bayrog'im bo'lding, har nafasda mayog'im bo'lding. Mendan rozimisan vatanim? Bugun yana bag'ringdaman xush, ayrimlar endi bo'ldi tush. Quchog'ingda yuribman dilxush. Mendan rozimisan vatanim? Yayo kessam vodiylaringni, madh aylasam vodiylaringni, kuyga solsam sohillaringni. Mendan rozimisan vatanim? Chindan rozimisan vatanim? Men bekorga bu she'rni aytib bermadim. Aytishadiki, avval ota-onangni, keyin vataningni rozi qilgin deb. Biz vatanimizni rozi qilish uchun nima qilishimiz kerak? Hozir sizlarning yoshlaringizda yaxshi o'qishimiz kerak, vazifalarni bajarishimiz kerak va eng muhimi ustozlarimizni bergan sabablarni bajarishimiz kerak.